Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 16-iyul holatidagi xumdonni ichidagi yig'ishlarimiz holatini ko'rsatib beryapmiz sizlarga. Mana ko'rishlaring mumkin. O'ta yaqindan ko'rsatib beryapmiz. Sifatlarini o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Mana ichkaridagi holatlari. Kimga mana shunday yig'ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Butun vodiy bo'ylab 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta, 6 mingta, 10 mingta lik mashinalarimiz bor. Bemalol dastavka qilib beraveramiz. Joydagi narxi, zavod narxi 750 so'm ochirt bo'yicha bir kun ochirda turib olishlaring mumkin. Yoki kelishdan oldin telefon qilib kelsalaring, shunga qarab yoki bugun g'ish bor yoki bugun g'ish yo'qligini aytib berishimiz mumkin. Ko'p holatda ochirt bo'ladi. Mana holatlarini bemalol o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Mana shu holatda boradi. Bemalol borgandan keyin ustida ko'rib, sanab olib, bemalol pulini berishlari mumkin. Holatlari umuman o'zgarmaydi u darajada. Ko'rishlari mumkin. Bu yerda hammasi deyarli sap-sariq, mana qizillari ham bo'ladi endi ichida. 10%, 20%, 30% gacha endi yo'l-yo'l bo'lib tushib qoladi. O'sha holatda ozmoz qizili aralashgan bo'lishi mumkin. Lekin xudo xolasa qizil degani umuman pishmay qolgan boshqa degani emas. Unga mana shunday ishlar kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.